Haya aslida bizni har xil yomon ishlardan, yolg'on aytishdan, boshqalarni aldashdan, boshqalarning haqqini yevilishdan, ayol xonimlarimizniki o'zlarini aytishidan, ya'ni har qanday yomonlikdan to'sib turadigan insondagi bir bexatarlik tuyg'usi. Iymonning huzurini suramasligimiz, iymonning ta'mi qolmasligi, dal ko'zimizni haromdan saqlamasligimiz. Hazrati Oysha o'likdan haya qildi. Hazrati Fatima o'zi vafot topgandan keyingi jasdining shaklining oshkor bo'lib qolishidan nihoyat andish qildi va g'am qildi. Endi biz bugungi kunda nimadan g'am qilyapmiz? Chiroyli ko'rinmay g'am qilyapmiz. Rasmlarimiz go'zal chiqmadi deb g'am qilyapmiz. To'rdagi agash kuchlarimiz oz, meni ko'rdiganlar oz deb g'am qilyapmiz. Nima degan yer qilib ketdik ha? Dinimizda shundaq bir axloq borki, bu axloq bütün axloqlarning manbasi va onasi hisoblanadi. Shundaqla bu axloq bizning iymonimizning yerimi. Shundaqla bu axloq bizning dinimizning shuari. Shundaqla bu axloq qanday bir musulmonda bo'ladi ekan, bu axloq u musulmonni nurg'unlagan yomonliklardan to'sib qoladi. Shundaqla bu axloq qanday bir musulmonda bo'ladi ekan, u musulmonni go'zallashtiradi. Shundaqla qanday bir musulmon bu axloqdan mahrum bo'ladi ekan, noyat salishib ketadi, qabih bo'lib ketadi. Undaq bo'lsa bu axloq qaysi? Bu axloq bo'lsa, aramizdan ko'tarilib ketayotgan, munqariz bo'lib ketayotgan haya axloqidir. Haya qilinsa, faqat ayollarning isimiz kelmasin. Chunki haya har bir musulmonning dini va dinning eng shuarliq axloqi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda inna likulli dinin xuluqan, har qanday bir dinning axloqi bor. Xuluqul islam al-haya. Islomning xuluqi bo'lsa, ya'ni islomning axloqi bo'lsa, hayadır deydi. Yani haya İslam'ın şuar karakterlik bayrakdır, axloqidir. Şundaqla haya bir musulmana nisbeten onun imanının yeri mi? Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam el-imanu vel-haya'u qurana fe izâ rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Haya olan iman bir cüp. Birisi götürülse, yeni birisi götürülüp gidiyor o deydi. Biri cüp degenlik. Birisi olmasa, yeni birisi kıymetini yo'qotadi o degenlik. Biri cüp ayağının biri cüp olmasa, onu pulga alamdı, almaydı. Dal şunun o'xshash, haya mana bizning qalbimizda iman bilan ana shundaq bir cüp. Bu sebepten bir adamning imoni kuchli bo'lsa, bu uning hayosida aks etadi. İmanı acizlaşsa o adam hayasızlık qaratmaqdı. Bu noktadan qaragan vaqtimizda haya imanning mevisi. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam el-iman bid'un ve seb'un şu'be. İman bir qancha shoxga bo'linadi. Ya'ni bir qancha shoxlari bor. Haya uning bir shexi deydi. Haya daslivida va yoki qarmoqqa bizni ma'lum narsalardan mahrum qo'yganda qilsimi, lekin u yaxshilikdan boshqa narsa elib kelmaydi. Masalan, bugungi kunimizda ba'zi qizlar hayoliq bo'lganlik uchun, boshqalarga o'xshash hayosiz bo'lib, boshqalar bilan paranglashmaganlik uchun, har xil ishlarni qilmaganlik uchun va yoki rasmlarini turg'i chiqarib mushundaq ko'z-ko'z qilmaganlik uchun to'yga chiqib ketishi mumkin va yoki shunga o'xshagan ba'zi ishlardan mahrum qilishi mumkin. Va shundaqla ba'zi kishilar hayoliq bo'lganlik uchun, hamma odamdan bir narsa so'rashni xijil bo'lganlik uchun ba'zi narsalardan, ba'zi yordamlardan mahrum qilishi mumkin. Ammo oqibatda eng oxirida haya yaxshilikdan boshqa narsa olib kelmaydi. Shuning uchun hayoliq bo'lganligingiz uchun bir narsadan mahrum qolgan bo'lsangiz, to'yingiz kechib ketgan bo'lsa, hayoliq bo'lganligingiz uchun boshqalar tarafidan masxara qilingan bo'lsangiz, shuning ishiningki bu haya sizga faqat yaxshiliklarni olib keladi. Chunki Peygamberimiz Muhammad alayhissalom al-haya la ya'ti illa bi khayr. Haya faqat yaxshiliklarni olib keladi. Haya qilgan odam asla va asla ziyon topmaydi deydi. Afsus, bugungi kunimizda bu haya axloqi munqarizlik qilib ketyapti. Ya'ni bugungi kunimizdagi ijtimoiy tor, Instagram va shunga o'xshagan har qanday tor vositasi sababli haya mayli erlarimizda bo'lsin, mayli qizlarimizda bo'lsin, kundan kunga ko'tarilib menyo'tadi. Esimizda bo'lsin, bu haya ko'tarilib ketadi ekan, bizning boshqa ishlarimiz asta-asta ko'tarilib ketadi. Chunki haya degan bizni yomon ishlardan, sad ishlardan, haq biladigan ishlardan to'sib turadigan bir xil tuyg'u. Haya ko'tarildi degan gap boshqalardan numus qilmaymiz, Allohdan numus qilmaymiz, hatto o'zimizdan numus qilmaymiz. Bu vaqtda o'zimizning naqadar ishib ketganligi, naqadar qalaymagan ishlarni qilganligimizni his qilmaymiz. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammad alayhissalom ma kana al-fuhshu fi shay'in illa sha'na. Qanday bir ishda bir yomon ish, ya'ni numus qilmaydigan, haya qilmaydigan bir ish bo'ladi ekan, u odam salishib ketadi. U ish salishib ketadi. Va ma kana al-haya'u fi shay'in illa zana. Haya qandaq yerda bo'ladi ekan, u yani go'zallashtiradi, u odamni go'zallashtiradi, u qizni go'zallashtiradi deydi. Shuning uchun bugungi kunda atrofingizdagilarning rasmlarini turg'i chiqarganlik qarab, undan boshqa har xil qiliqlarni qilganlik qarab, asla va asla ulamangan yo'ldan mengishni qattiq saqlaning. Chunki inson hayosizlashgan vaqtda o'zining naqadar xato yo'lga manganligi, naqadar salishib ketganligini his qilmaydi. Eng xatarligi biz yuqorida deganimizdek, bir odamdan haya ko'tarilib ketadi ekan, uning qo'lidan har balo keladi, har yomon ishlar keladi. Shuning uchun Peygamberimiz Muhammad alayhissalom agar sen haya qilmasang, ya'ni sendan haya ko'tarilib ketsa, sen xolig'ini qiladigan, xuddi hayvonga o'xshash bo'lib qolsa deganga ishorat qilish uchun xolig'ini qil deydi. Demak, haya aslida bizni har xil yomon ishlardan, yolg'on aytishdan, boshqalarni aldashdan, boshqalarning haqqini yevilishdan, ayol xonimlarimizniki o'zlarini aytishidan, ya'ni har qanday yomonlikdan to'sib turadigan insondagi bir bexatarlik tuyg'usi. Agar bu tuyg'u, ya'ni bu haya ko'tarilib ketadi ekan, inson boshqalar qarab turib yolg'on aytadi, boshqalar qarab turib haqqini yeviladi, hatto boshqalarga tuhmat qilishdan, ziyonkashlik qilishdan o'zini topmaydi. Shundaqla ayol
xonimlarimizda hayo bo'lmaydi ekan, uning qo'lidan har yomonliklar keladi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom sahobalarga istahyu minallohi haqqal haya, Allohdan haqiqiy ravishda hayo qilinglar dedi. Sahobalar inna lanastahyi minallohi valhamdulillah, ey Allohning elchisi, biz Allohdan hayo qilamiz, Allohga shukr dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom laysa kadalik walakinnal istihya'u minallohi haqqal haya. Unda emas, haqiqiy hayo qilish degan sizlar tushunib olgandek emas. Haqiqiy hayo qilish deganimiz Alloh taoladan an tahfazar ra'sa va ma wa'a, boshni va boshning ichidagi narsalarni haromdan saqlash deydi. Ya'ni beshimizni va beshimizdagi ko'zimizni, quloqimizni, ig'zimizni haromdan saqlash Allohdan hayo qilishdir. Va shundaqla va tahfazal batna va ma hawa, qurusoq va qurusoq o'z suyagan avratlarimizni, gelimizni hammin haromdan saqlash va hayo qilishdir. Va tatazakkaral mavt val bala, o'lim va chirib ketishimizni esimizga elish, mana bu hayo. Va man aradal axirah va taraka zinatad dunya, qandaq bir odam oxiratni nishon qilib dunyoning aldaydigan zinnatlarini tashlaydi ekan, faqat istihya minallohi haqqal haya, Allohdan haqiqiy shaklda hayo qilgan bo'ladi. Demak, hayoning tunjisi bizning qalbimizdagi yomon ish qilishning xijil bo'lishdan iborat bu tuyg'udan boshlansa, uning hamma doirasi atrofliq tushungan vaqtimizda u beshimizni va beshimiz o'sib yurgan ko'zimizni, quloqimizni va shundaqla beshimiz o'sib yurgan fikrimizni, aqlimizni hammani haromdan saqlashdir. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, quruqimizni va quruqimiz o'sib yurgan bu a'zolarni haromdan saqlashdir. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, oxiratni nishon qilib yashashdir. Agar biz o'zimizni Allohdan hayo qilaman deb qo'yib, ko'zimizni haromdan saqlamasak, telefonda har xil qalamiqar rasmlarni, videolarni ko'rsak, har xil nomahram ayollar bilan paranglashsak, uchrashsak, biz Allohdan hayo qilmagan bo'lamiz. Shuning uchun erlar uchun hayo tunji qilib ko'zni haromdan saqlashdan boshlandi. Bir odam ko'zni haromdan saqlamaydi ekan, nomahramlarga tikilib qaraydi ekan, bu odam hayosizlikning tunji qadamini olgan bo'ladi. Hayosizlik erlarga ko'zidan kiradi. Tasavvuf olimlari ko'z qalbning sirtqa ochilgan bir derazasi deydi. Ko'zni haromga qo'yayotgandan keyin bu yerdan kirgan shaytonning zaharlari bizning qalbimizga kirib, qalbimizni qordatadi. Allohdan qo'rqmaydigan, haromdan o'zimizni topmaydigan bir holat kelamiz. Shundaqla qalbimizga haromga qarashdan iborat bu shaytonning zahri kirgandan keyin iymonning huzurini, iymonning lazzatini tatolmaymiz. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis, qarash, ya'ni haromga qarash shayton iblisning zaharlik o'qlaridan bir o'qdir. Faman tarakahu khawfan atahu Allahu imanan yajidu halavatahu fi qalbihi. Qandaq bir odam Allohdan qo'rqib, Allohdan hayo qilib haromga qarashni tark etadi ekan, Alloh taolo uning qalbiga shundoq bir iymon ato qiladiki, u iymonning halovatini, lazzatini, huzurini suraydi deydi. Demak, iymonning huzurini suramasligimiz, iymonning ta'mi qolmasligi dal ko'zimizni haromdan saqlamasligimiz. Bu bizning bu bugungi kunimizdagi eng chong imtihonimiz. Chunki bugungi kunimizda ne qarsak harom, ko'chalarda mansaqmi, avtobusga chiqili, har yer qalsak ko'zimizga harom chiqilib xiplam turadi. Bundaq vaqtda tunji qatimni Alloh afv qiladi. Ammo ikkinchi qatim tekrar qarash, tikilib qarash bu bizning ziynimizga bo'ladi. Bu iblis shaytonning zaharlik o'qlaridan birisi bo'lib, bizning ko'zimizdan kirib qalbimizni zaharlaydi. Shayton bu zaharlik o'qi bilan bizning qalbimizni zaharlab bo'lgandan keyin eng yomon ish bo'lgan fahishaga boshlaydi. Bu sababni Alloh taolo Qur'on Karimda qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum zalika azka lahum. Ey Muhammad, mu'min erlarga aytqinki, ular ko'zlarini harom qarashdan saqlasin. Mu'min ayollarga tikilib qaramasin, ko'zni haromdan saqlasin va yahfazu furujahum, avratlarini haromdan, zinodan saqlasin. Zalika azka lahum. Shu ular uchun yaxshi. Ya'ni qalbini pok tutishda, gunohdan saqlanishda, yomon ishlarga tushmaslikda mana shu eng yaxshi yo'l deydi. Ya'ni Alloh taolo bizni zinodan cheklashdan ilgari ko'zimizni haromga qaramaslikka buyurdi. Nima uchun? İnsan haram qaragan vaqtida shu harom qarash bilan zinoga yiqilishadi. Harom qaraydi, shayton uningga musallat bo'ladi, ya'ni uningga ega bo'lib oladi, uningga vasvasa qiladi, nomahram ayollarni izlashga boshlaydi, uchrashadi, ondan keyin tadrijiy shaklda haromga, zinoga tushadi. Bu sababdan Alloh taolo tunji qadim bo'lgan ko'zimizni harom qarashdan to'sadi. Shundaqla zalika azkalahum, shu ya'ni harom qaramaslik qalbimizning pok bo'lishi uchun, qalbimizni eng pokiz qilish uchun eng yaxshi usul deydi. Qalbimiz pok bo'lsa, shaytonning vasvasalariga aldanmaymiz, qalbimiz yomon ishlarni tatib turmaydi. Eng xatarliki erlar ko'zni haromdan saqlamay, bu hayosizlikqa tushgandan keyin oilasida huzur oxirlashadi. Huzur bo'lmaydi. Chunki erlar haromga qaragandan keyin uydagi halol jufti uni sat ko'rinishga boshlaydi. U turlarda va har qanday bir yerda ko'rgan harom, namahram ayollarni uydagi halol juftiga selishtiradi. Ya'ni saxta bu yasanchiq ayollarni uydagi juftiga selishtirib, ko'zda sat ko'rinishga boshlaydi. Shayton uning ayolini sat ko'rsatadi. Shunda qilib u sirtlardan har xil bahonalar bilan boshqa narsalarni izlashga boshlaydi. Oilasiga qaramaydi, oilasidagi huzur tugaydi. Demak, harom qarash bizni mana shundoq dunyo va oxiratlik baxtsiz qiladi. Shuning uchun bugungi kunimizda harom qarashdan saqlanish uchun eng diqqat qiladigan nuqtalarning birisi qo'limizdagi telefon. Harom qaramaslik qo'limizdagi telefonni ishlatishning bir haqqi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom iyyakum mat-turuqat, sizlar yo'llarda o'tirishni saqlaninglar. Agar o'ltirmoqchi bo'lsanglar, yo'llarning haqqini beringlar dedi. Sahobalar, "Ya Rasululloh, yo'llarning haqqi nima?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom yo'llarning haqqlarining birinchisi bo'lsa, ko'zni haromdan saqlash dedi. Dal shuningdek, telefonning birinchi haqqi bo'lsa, ko'zimizni telefondagi haromlardan saqlash. Oldimizga chiqib qolgan taqdirdami o'tkazib o'tish. Esimizda
bo'lsin, iymonimizning yerimi bizni boshqa yomon ishlardan to'sib turadigan bu haya axloqi bizning ko'zimizdan boshlanadi. Ko'zimizni saqlay oldikmi, hayorimizni saqlay oldik. Ko'zimizni qo'yatdikmi, hayorimiz qo'ldan chiqatdi degan gap. Shundaqla ko'zni haromdan saqlamagan odam, hayosizlikka kirib qolgan odam, Allohning dini dafsanda qilinsa, Allohning diniga zid gap qilinsa, uningga qarshi tura olmaydigan, jasoratsiz, qo'rqinchoq bo'lib qoladi. Shuning uchun har vaqt mush ko'zimizni haromdan saqlashga tirishaylikki, haya axloqini o'zimizda muhofazat qilaylik. Ayollarga nisbatan ayollarning hayosi tunji bo'lib go'zallikini yushirishdan boshlanadi. Bilganimizdek Alloh subhanahu va taolo ayollarni nozuk, go'zal va go'zallikka intiladigan qilib yaratdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo ayollarning bu go'zallik tabiatini faqat halol juftlig'im ko'rsatishga buyurdi. Nomahram yot erlarga ko'rsatishni chekladi. Nima uchun? Ayollarga kuyinib, uni qimmatlik bo'lganlik uchun, uni qadrsiz qilmaslik uchun, uningga boshqalar aziyat qilmaslik uchun go'zallikini yot erlardan yepishga buyurdi. Shuning uchun ayollar yepinish bilan, yo'ginish bilan, yot erlardan o'zini tortish bilan, mayli tor dunyosida bo'lsin, mayli amaliy dunyoda bo'lsin, imkon bo'lsa, zur bo'lmasa, yot erlar bayaga bormasdan o'zini ulardan ayrim tutish bilan o'zining hayosini qo'g'day oladi, muhofazat qila oladi. Shundaqla ayollarning hayosini qo'g'daydigan bu hijab tunji bo'lib u ayolning qalbidan boshlanadi. Ondan keyin ish harakatlari, ondan keyin kiyimiga chiqadi. Agar bir ayol qalbini hijoblantirmaydi ekan, u yot erlardan o'zini topmaydi. Mayli tor dunyosi bo'lsin, mayli amaliy dunyo bo'lsin, erlar bilan chaqchaqlashdan, behuda gaplashishdan o'zini topmaydi. Bundaq bir ayol rehlarni otib olgan bo'lsa-mu, haqiqiy hijoblangan hisoblanmaydi. Chunki hijob ayollarda tunji bo'lib qalbidan boshlanib, uning sirtida ifodalanadi. Ayollarning sirtiga kelgan hijobi qalbidagi iffatning, qalbidagi hayoning bayrog'i. Ya'ni men bir hayolik ayol, men bir iffatlik ayol, men qalaymagan gap qilmang, menga yaqinlashmang deganga ishorat qiladigan ayol kishining bayrog'i. Alloh taolo Qur'oni Karimda ayollarga hayo o'rgatish uchun, ayollar ijtimoiy munosabatda qanday hayosini saqlaydi, zur kelganda erlar bilan qanday aloqa qiladi, buni o'rgatish uchun bir voqelikni bayon qiladi. Musa alayhissalom Misrdan qochib Madyan degan joyga kelgan vaqtida nurg'unlagan kishilarningki bir quduqning atrofida qo'ylarni sug'urayotganligini ko'radi. Lekin ikki qizning yiroqda qo'ylarni sug'olmay turganligini ko'radi. Musa alayhissalom u qizning qishig'iga berib, "Ma xatbukuma? Sizlar ikkinglarga nima bo'ldi? Nima uchun qo'yinglarni sug'ormaysizlar?" deb so'raydi. Bu ikki qiz, "La nasqi hatta yustura ri'a va abuna shaykhun kabir." O kishilar qo'ylarni sug'urib taqab ketib bo'lguncha biz qo'yimizni sug'olmaymiz. Chunki u yerda erlar bor ekan, erlar to'plashibdi. Biz ularning orasiga bormaymiz. Va abuna shaykhun kabir. Bizning dadimiz yashinib qolgan. Ya'ni dadimiz yashinib qolgan bo'lg'ach biz chiqdik. Zuri sababli chiqdik. Zuri sababli chiqqan bo'lsak-mu, erlar to'plashgan yerga bormaymiz dedi. Demak, hayoliq bir ayol mana shunda kishilar to'plashgan, ya'ni erlar to'plashgan yerga bormaydi. Erlar bilan to'plashib bir faoliyat qilmaydi. Orasida bir parda saqlaydi. Erlar bayadin o'zini nera tutadi. Musa alayhissalom bu ikki qizning qo'ylarini olib o'zi sug'urib berdi. Ondan keyin bu ikki qiz uyga qaytib, dadasiga bo'lgan ishlarni aytadi. Dadasi, "Qizim, u odamni chaqirib kel, men uningga bir rahmat aytay, uningga bir ajr beray" deydi. Bu qiz Musa alayhissalomning qishig'iga keladi va Musa alayhissalomga "Dadam sizni chaqirdi, bizga qo'yimizni sug'urib berganligingiz uchun sizga rahmat aytmoqchi" deydi. Qarab baqala. Dadasi qizni Musa alayhissalomni chaqirish uchun avatdi. Hamda bu qiz Musa alayhissalomni chaqirish jarayonida qanday muomalada bo'ldi, qanday o'zining hayosini saqladi, Alloh taolo ayollarga hayo o'rgatish uchun buni tafsiliy shaklda bizga tasvirlab beradi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya." Bu ikki qizning birisi Musa alayhissalomning qishiga hayo bilan keldi deydi. Hayo bilan kelish qanday bo'ladi? Hazrat Umar ibn Xattob va undan boshqa tafsirshunoslar bu qiz Musa alayhissalomning qishiga nihoyat hayo bilan, ya'ni kiyimida yuzini yepib olgan va shundaqlar nerda turib, "In abi yad'uk" dadam sizni chaqirdi. Bizga qo'yni sug'urib berganligingiz uchun sizga mukofot bermoqchi, sizning haqqingizni bermoqchi dedi. Demak, mana shundaq zur bo'lib qolgan aloqadimi yiroq turadi, hayosi bilan muomala qiladi. Hargiz unga nozlanib gap qilmaydi, yaqin turib gap qilmaydi, chaqchaqlashmaydi. Vaholanki bugungi kunimizda ba'zi qisman ayollarda shundaq bir illat borki, Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ayollardan kutgani iriga nazokat bilan qilish, iriga muloyim bo'lish, iriga chiroyli gap qilish, chiroyli taraflarini yo'ldishiga chiqarish va shundaqla ayladimmi shu? Ammo Alloh va Allohning payg'ambari talab qilgan bu ishni ba'zi qisman xonimlarimiz yo'ldishiga emas, sirtdagi nomahram erlarga chiqaradi. Nomahram erlarga nihoyat muloyim, nihoyat nazokat bilan gap qiladi. Asli dal aksicha. Uyda iriga qilgan to'n gapini sirtda qilish kerak. Ya'ni nazokat bilan gap qilib, qalbida kasal bor odamlarni shubiga tashlamaslik kerak, yomon niyatlarga boshlamaslik kerak. Alloh taolaning bu voqealikni Qur'on Karimda mana shunday tafsiliy tasvirlab bayon qilishining sababi ayol xonimlarimizga hayo o'rgatishdir. Ijtimoiy munosabatda zuruk gap qilganda, sirtlardan bir narsa sotmoqchi bo'lsa, yot erlardan bir narsa sotishga to'g'ri gap qilgan vaqtida yoki har qanday bir narsa so'rashga to'g'ri gap qilgan vaqtida o'zining hayosi bilan muomala qilishga buyurish uchun va uni o'rgatish uchun bizga mana shunday tafsiliy bayon qilib beradi. Bizning dinimizda ayollar jamiyatdan siqib chiqarilmaydi, jamiyatda normal yashaydi, muomala qiladi, lekin o'zining hayosi bilan, iffati bilan, hijob bilan muomala qiladi. Bugun kunimiz qarab qoladigan bo'lsak, ba'zi kishilar har xil narsalarni o'rgatish bahonasi bilan buyug'i yetgan o'g'il qizlarni bir sinfga sulab, har xil narsalarni o'rgatamiz deb ularning o'ttirisidagi hayo pardasini ilib o'tishga tirishmoqda. Amaliyotda
holatda, zuri bo'lmagan, o'zimiz qila oladigan, ayirsak ayira oladigan bundaq holatda balog'atga yetgan, quramiga yetgan, eng o't chog'larida o'g'il qizlarni bir sinib qusulab qo'ysak, orasida nima bo'lmoqchi? Hayo ko'tariladi. Muhabbatlashadi. Ondan keyin har xil yomon ishlar kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun har bir musulmon o'zining bu qimmatli hayosini saqlash uchun o'g'il qiz, ayol o'tirisida qo'ygan bu pardaga rioya qilish kerak. Hatto bir mahallada bo'lgan taqdirdami, biz degan qo'shna, biz degan yaqin demasdan ayol, ya'ni nomahram ayol o'tirisidagi parda va tuzoqqa alohida diqqat qilish kerak. Chunki bu har xil fitnalarning oldini oladi, qalbimizni pokiz tutadi. Chunki biz inson, bizda shayton bor. Shayton bizning qalbimizni bulg'ab qo'yishi mumkin. Shu Alloh taolo Qur'on Karimda va idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Sizlar u mu'min analardan, ya'ni mu'minlarning onasidan bir narsa so'moqchi bo'lsanglarmi, hijobning sirtidan, pardaning sirtidan so'ranglar. Nimishqa? U sizlarning qalbinglarni pokiz tutadi deydi. Demak, har ayollik munosabatda u pardaga diqqat qilish, bir tuzoqqa diqqat qilish bizning qalbimizni pokiz tutadigan eng muhim omillarning birisi. Mushu har ayol o'tirishga pardani yo'qotishga tirishadigan, o'g'il qizlar o'tirishga hayoni yo'qotishga tirishadigan insonlar bo'lsa, dal insonning qalbidagi u hayo pardasini ko'tarib, bizni hayosizlikqa boshlaydi. Shunga bu xil narsadan qattiq diqqat qilishimiz kerak, ehtiyot qilishimiz kerak. O'zimiz bilib va yoki bilmay o'g'il qizlar orasida hayosizlikni tarqatadigan bunday kishilardan bo'lib qolishimizni qattiq saqlashimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda innallazina yuhibbuna an tashi'al fahisha fillazina amanu lahum azabun alimun fid dunya val akhirah. Mu'minlar orasida fahishani, yomon ishni tarqatishni yaxshi ko'radigan kishilar bo'lsa, ularga dunyo va oxiratda azob bor deydi Alloh taolo. Shuning uchun mayli er bo'layli, mayli qiz bo'layli, hayorimizni qo'g'dayli. Biz hayorimizni qo'dab qolsak, nurg'un yomon ishlardan saqlanib qolamiz. Biz hayorimizni qo'dasak, iymonimizni saqlab qolamiz. Erlar ko'zni haromdan saqlash orqali ayollar kiyimlarini islom ko'rsatgan o'lcham bo'yicha qalin, ya'ni badanimiz ko'nib qoladigan nipiz emas, ya'ni badanimizning shakli oshkor bo'lib qoladigan to emas, keng holatda islom ko'rsatgan bo'yicha kiyishga tirishayli. Chunki bu bizning hijobimizning bir bayrog'i. Bizning hayorimizning iffatimizning bir alomati ko'rsatkichi. Ayol xonimlarimiz sirtlarga chiqqanda atir ishiltish, xushroq ishiltishdan qattiq diqqat qilayli. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom la taqbalu salatu li imratin tatayyabat li hadha al-masjid. Mana shu masjidga atir chechib kelib namoz o'qigan ayolning namozi qabul bo'lmaydi. Hattoki xuddi junublikdan yuyunganga o'xshash yuyunmagan qadar deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom atir chechib masjid kelishdan to'ssa, hamda atir chechib ayollar aralashib bo'lgan to'y to'kinlarga borsa, bozorlarga bo'lsa, aqo'ti qandoq bo'la? Bu hargizmi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va bizning dinimizning ayollarni go'zallikdan to'sqin emas, faqat bu go'zallikni halol juftiga ishlatishga buyurganligi va shundaqla ayollarni go'zalligini oshkor qilish orqali boshqalarning u ayollarga ziyonkashlik qilib qilishni saqlaganligi, nachar erlarning poxorlik qilib qilishini himoya qilganligi, erining ko'ngliga shubha tuygizib, oiladagi huzurni buzishdan va shundaqla oilani vayron qilib qilishdan himoya qilganligi va saqlab qolganligi. Eng muhimi sizning hayoringizni qo'g'daganligi. Sizning hayoringizni qo'g'daganligi, sizning iffatingizni qo'g'daganligi. Bir odamda hayo ko'tarilib ketadi ekan, ya'ni mayli er bo'lsin, ayol bo'lsin, u odamda hayodan iborat bu narsa ko'tarilib ketadi ekan, insonlardan nomus qilmaydi ekan, Allohdan nomus qilmaydi. Shuning uchun hayosizlik elib boradigan har qanday ishdan, har qanday qadamdan saqlanishimiz kerak. Eng xatarligi va shundaqla biz his qilmaydigani hayosizlik bir kun bilan o'tirg'a chiqmaydi. Qadam-qadam shayton uningga tuzoq qurib, tadrijiy holda bizni yetillaydi. Shuning uchun hayosizlikning har bir qadamiga qattiq qarash turaylik. Bugungi kunimizda ijtimoiy tarqatma vositalari bizning hayotimizga nihoyat singib kirdi. Rasmlarimizni chiqaradigan tor vositalari bor. Hamda ayol xonimlarimiz bu masalaga kelganda qattiq diqqat qilish kerak. Bu haqda ba'zi savollar keladi. Ayollar o'zining rasmini to'g'ri chiqarsa bo'lamdi deb ba'zi erlarmi so'raydi. Shuni bilishimiz kerak. Rasmni to'g'ri chiqadi deganlik, bu rasmni xohlagan odam ko'ra oladi, xohlagan odam tushira oladi. Garchi uni cheklab qo'ygan taqdirdami, boshqa hisoblar bilan kirib uni ko'ra oladi. Demak, siz uni kontrol qila olmaysiz. Hamda bizning mahrimiz ostidagi bir ayolning rasmini yomon niyatli kishilar qo'lga tushirib olsa va shundaqla uningga har xil yomon niyatli qarasa, buningga biz rozi bo'lamdik? Albatta rozi bo'lmaymiz. Garchi ba'zi ishlarning o'zi xato bo'lmasa-mu, xatolikqa boshlanganligi va xatolikqa sabab bo'lganligi uchun xato bo'ladi. Shuning uchun Alloh taolo ayollarni nazlanib gap qilishni to'sdi. Aslida nazlanib gap qilish xatomi? Undaq emas. Chunki bu bir insonning tabiati. Ammo yomon niyatli kishilarning qalbiga bir narsa tushib qolmaslik uchun Alloh taolo to'g'ri bo'lgan bu nazlanib gap qilishni ayollarni to'sdi. Dal shunga o'xshagan ayol xonimlarimizniki rasmlarini to'g'ri chiqishning o'zi aslida bir yomon ish bo'lmasa-mu, lekin yomon ishga sabab bo'lganligi uchun bu bir xato ishga aylandi. Eng xatarligi shayton bizni bu orqali tug'an siri hayosizlashtirishi mumkin. Masalan, tunji qatim rasmingizni to'g'ri chiqarishingiz mumkin. Undan keyin unga har xil filtrlarni qo'shib, uni yasab chiqarishingiz mumkin. Bu tug'an sir taraqqiy qiladi. Chunki buni biz reallikda ko'rdik. Nurg'unlagan hijobli qizlarning dastlabida hijobli rasm chiqadi. Ondan keyin o'zgardi, tadrijiy holda butunlay hijobdan ayrilib ketganligini ko'rdik. Shuning uchun shaytonning vasvasalariga aldanmay, ayol xonimlarimiz, hamshiralarimiz asla va asla to'rlarga rasmimizni chiqarishdan saqlanaylik. Bu shaytonning bizni hayosizlikka yetaklashning tunji qadami. Bizning ulgimiz va bizning namunamiz va biz o'zimizga ulgu qilgan, namuna qilgan Rasulullohning ayolining hayotiga bir qarab boqaylik. Hazrat Oysha deydi, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dafn qilingandan keyin men Rasululloh dafn qilingan uyga normal kiyimim bilan, yengil kiyimim bilan kiraverdim. Chunki mening yo'ldoshim. Ondan keyin dadam, ya'ni Abu Bakr vafot bo'lgandan keyin u dafn qilindi. U mening dadam bo'lganligi uchun kiraverdim. Ondan keyin Hazrat Umar vafot topdi, shahid bo'ldi. U dafn qilindi. Hazrat Umar dafn qilingandan keyin u uyimga, men u yerga rasmiy shaklda o'lchamli kiyinib ondan keyin kirdim dedi.
O'ylab baqing, bu Hazrat Oyshaning bir o'likdan qilgan hayosi hamda tirik bo'lgan bo'lsa, qanchalik hayo qiladi? To'g'ri, Hazrat Umar ko'rmaydi, lekin bu hayo masalasi qalb masalasi. Qalbdagi iffat masalasi. Fatima Zahra qarab baqayli. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qizi Fatima kesili ig'ilishib qolgan vaqtida nihoyat g'am besib ketgan. Bu vaqtda Asma bint Uvays kirib, "Nim bo'ldi Fatima?" deydi. Fatima radhiyallohu anha, "Men vafot bo'lishga yiqilib qilyapman. Lekin mening ko'nglim yerim bo'layotgani, men vafot bo'lsam, u tavudning ustiga meni qo'ysa, u vaqtdagi tavud tuz taxta shaklda bo'lg'achqa, tavudning ustiga meni qo'ysa, ustimga rahlam tashlagandan keyin badan shaklim ko'rinib qoladi ekan. Mushuni eslab nihoyat bearam bo'ldim. Kishilar meni ko'tarib mangsa, badan shaklim ko'rinib qolsa, men qandoq bo'ladi?" deb nihoyat bearam bo'lib ketgan. O'ylab baqing, jon chiqayotgandan keyinmi o'zining jasdining ana shunday kishilar orasida faqat badan shaklining ko'rinib qolishidan mana shunday g'amga patgan, qayg'urgan. Bu vaqtda Asma bint Uvays Habasistonda, ya'ni Efiopiyada bir odam o'lib qolsa, uning atrofi itilgan sanduq o'xshash qildi ekan. Men sizga mushundaq qilib beray, ya'ni mushundaq bir narsa yasab beray, ustingizga xurmushaqlar yapili. U vaqt sizning badan shaklingizmi ko'rinmaydi degan vaqtda Hazrat Fatima nihoyat xush bo'lib ketgan. Va Asma bint Uvaysqa, "Sen meni yapgandek Alloh seni yapsin" degan. Demak, mana bu biz ulgu qilgan ayol sahobalarning hayosi. Hamda ayol xonimimiz bugungi kunda o'zimizga bir qarab baqaylik. Qizlar, hamishalar o'zinglarga bir qarab baqinglar. Hazrat Oysha ulukdan hayo qildi. Hazrat Fatima o'zi vafot topgandan keyingi jasdining shaklining oshkor bo'lib qolishidan nihoyat andish qildi va g'am qildi. Endi biz bugungi kunda nimadan g'am qilyapmiz? Chiroyli ko'rinmay g'am qilyapmiz. Rasmlarimiz go'zal chiqmadi deb g'am qilyapmiz. Tordagi agash kuchurimiz oz, meni ko'rdiganlar oz deb g'am qilyapmiz. Nima degan yiroqlab ketdik ha? Ya'ni esimizda bo'lsin, bu hayo xonim qizlarga xos emas. Hayo erlar uchun o'xshash farz. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalar subhana Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam yuzi echilmagan qizdimi bek hayolik edi deydi. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning sahobalari va kuyog'li bo'lgan Hazrat Usmon ibn Affon hayolik bilan nihoyat nam olgan. Va shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam Allohning farishtalari hayo qildigan kishidan men hayo qilmadim deb uni nihoyat hayo qilgan. Demak, hayo har qanday odamda bo'ldi ekan, erlarda bo'ldi ekan, ayollarda bo'ldi ekan, hammasini go'zallashtiradi. Shuning uchun har vaqt esimizda bo'lish kerakki, hayo dindir, hayo axloqdir, hayo iymondir, hayo bizni yomonlikdan saqlaydigan qalqondir. Hayo erlar uchun muhimdir, lekin hayo go'zallikning manbasi bo'lgan ayollar uchun texmi muhimdir. Ayol demak sharmiy hayo demakdir.